3. bab Mangtigi davanidagi judun. Mangtigi davani mush safardagi eng xatarlik, mushkul o'tganlarning biri edi. Bu yerda har qanday odamning yuragi eg'ib, puti sirqiraydi. Buni hozir faqat Qosim Toyg'onlar chunqur his qila oladi. Boshqalar bo'lsa, texi bundoq mudhish ta'sirotni beshdan o'tkazib boqmagan edi. Qosim Toyg'on havosi o'zgarishchan, yo'li tor, agin do'qonlar xatarlik bu davandan 3. qatim o'tib o'tadi. Birinchi qatim u yosh chig'ida otchilik bilan nom chiqargan dadasi Mahmud Toyg'onga hamroh bo'lib o'tgan edi. Shu chaqda davanning ustiga chiqqanda uni tutak ap ketib, o'shidan ketgili tas qolgan. Marhum dadasi uni o'zi biladigan amonlar bilan qutultirib qolgan edi. Shu chaqda ular putiga o'lib qolgan ot eshaklarning ho'l terilarini o'rab, cho'ruq o'rnida kiyib mang'atdi. Bundaq bo'lganda siydam toshlardan siyrilib, kutilmagan xatarga yo'liqishdan saqlanqili bo'ladi. Lekin bundaq xazinasi uzunga paylamaydi. 2-3 kundala o'tkir toshlar tilib, o'tni tush qilib yetadi. 2. qatim Qosim Toyg'on 2 yilning oldida boshqa bir tajribalik otchiga yordamchi bo'lib o'tgan edi. Shu qatimqi safarda tuyuqsiz judun ko'tarilib, qor ko'shkashga tor bir agimdan o'tkishi bir tugi bilan bir odam yo'lni farq qila olmay hongga tushib ketgan edi. Xuddi tuvsiz lahatdak so'g'uq va cho'nqur hongdan heliqi baxtsiz odamning echinishliq nola faryodi bilan zuvonsiz hayvonning zaif bo'zlishi xeligicha anglanib, bu qorong'i bo'shliqqa ilojsiz qarab turganlarning yuraklarini ezib etgan edi. Shu echinishliq ovoz bilan, shu mudhish ko'rinish heligacha Qosim Toyg'onning ko'z oldidan ketmaydi. U shu chaqdala odamning jiniga tikilgan bunda xatarlik kasbdan qo'l uzib, yaxshi yeb, yaxshi kiyinsin-u, aram xudo yashashni ko'ngliga kutgan edi. Lekin dadasidan ayrilgandan keyin o'yning yuki mushu birla o'g'ilning zimmasiga tushdi. Uning ustiga bu Qosim Toyg'onning ot kasbi edi. Har qatim safarga chiqqanda qo'lga kiradigan pulmu oz emas edi. Eng muhimi, har qanday odam o'zining nima ish qilishidan, nada bo'lishidan qat'iy nazar o'zining baxt peshonasiga putilganini ko'rmay iloji yo'q edi. Qosim Toyg'onning qarashicha, bir odamning bu dunyodagi rizqi tugagan bo'lsa, u sehrgarlik qilib, qalin mungizining ichiga kirib olsa-mu, Azroil hamon uning jinini olmay qo'ymaydi. Shunga bu dunyodagi insonlarning o'limi g'oyib. Rizqi nada tugisa, omonat shu yerda topshiriladi. Buningdan mangu qochib qutulg'ili bo'lmaydi deb o'ylaydi. Qosim Toyg'on ana shu aqida bilan bu xatarlik kasbni yana davom qildi. Tog' davonlardan halqib, cho'l jazirlardan o'tdi. Chigara besib, Anjon, Buxoro ham Shamaylargacha bordi. Bu qatim mana shu hamsafarlarning talabi bilan qutlug' safarga otlanib, Mangtigi davondan 3. qatim o'tish oldida turadi. Davonga yaqinlashgan sari havo sovishga boshladi. Tog' tarafdan kelgan so'g'uq shamol ularni to'ndirib, dugdaytibdi. Eng oldida ketayotgan Qosim Toyg'on otning tizginini tortdi. Boshqalarmi uni cho'rdab to'xtadi. Qosim Toyg'on beshiga salvar tumoq, putiga g'as-g'as o'tib kiyib olgan edi. Ustidagi chala buli ashlangan kang yoqliq postak juvidan do'shapning o'tkir hidi kelib turadi. U beliga tugi yungidan to'qilgan bir so'yam kanglikdagi kasha bog'lab olgan edi. Qosim Toyg'on ham safarlarining org'in chiroyiga qarab mundoq dedi:
Her birlerining samiga sep qo'yay. Davandagi safar mushkul, xatarlik. Yomon tarafni o'ylamagicha yaxshi kunlarga yetkilib bo'lmaydi. Jonning qarali yo'q. Bizning mingan etimiz jinoza, kiygan to'nimiz kepanlik. Kishilar ichida qo'rqish, ansizlik va g'ulg'ula bo'lib ketdi. Ya Rab, Xudo o'zing saqla. Allah o'zingga sig'ingan ojiz bandalariga panoh bo'l. Top ichidan G'oji mullaning andikkandek zaif ovozi anglandi. Undaq shumeg'izlik qilmaydi. Bizni Xudo saqlaydi. Biz seni yo'l biladi deb tanlagan. Shundaq, men sizlarni Xudoga topshirib da'vataman, dedi Qosim Taygan eg'ir besiqlik bilan. Taqsir, bu olam bizga omonat. 1000 yil yashayman deb tirikchilik qilishimiz, hozir o'laman deb ibodat qilishimiz lozim. Men bir oddiy otchi, har birlarini boshlab ketyapman, lekin bandini qo'g'diy olmaydi. Bu dunyoda bandining ijobatini faqat bir Alloh bajo keltira oladi. Hammamizni Xudoyim o'z panohida saqlasin. Shundoq jamoat, Qosimxon to'g'ri aytdi, dedi Otxon kishilarning ko'nglini tinchitishga urinib. Hammamiz yaxshi niyat iqbol bilan bu safarga otlandik. Allohga tavakkul qildik. Allohga tavakkul qilmagan odamni musulmon degil bo'lmaydi. Har qanday bir ishni qilishda Allohga tavakkul qilamiz. Foyda bo'lsin-o, ziyon bo'lsin-o, keyin ko'ramiz. Qani, hammamiz bir takbir aytib, yo'limizning bexatar bo'lishini Allohdan tilaylik. Takbir aytildi. Gurul degan ovoz tog' tarafdan aks sado bo'lib yondi. Davonga o'rlashdan burun hammaylan qilin, paxtliq kiyimlarni kiydi. Otxon kalt kanzul ustiga Shirman yo'lliq baqasamdan uzun to'n kiyib, belini ko'k shoyi balvoq bilan bog'lab, beshiga babur tumoq kiyib olgan edi. Bularning ichida faqat Helim shohningla paxtliq kiyimi yo'q edi. Otxon uningga qora durdun tashlab paxtliq jilitkisini berib edi, jilitga uning badanining yerimig'imi kelmadi. Oxir u o'zining zapas ko'nglaklarini usti-ustiga kiyib, Musa danqan bergan ko'ni yung adyalni ustiga ortib oldi. Qosim Taygan ko'pchilikni safarbar qildi. Qani jamoat, davonga o'rlidik. Bir-biringlardan yiroqlashmay, izbesminglar. Ast ustiga qaramay, udul qarab menginglar. U chap-chip turgan shosh ayg'irning manglayini silab turib, xuddi otning quliqiga da'vatgandek. Yaxshi ot tog'davandan qo'rqmaydi, dedi-da, chaddaslik bilan etiq mindi. Karvan yılan bag'ri yo'lni bo'ylab yuqori o'rlashga boshladi. Yo'l yuqori o'rlagan sari mushkullashdi. Tövenge qarasa cho'nqur jilg'a va shiddatli eqiyotgan erki daryo. Yuqoriga qarasa muz qaplagan ushma cho'quluq qiyo tog'. Yo'l ana shu tog'ning yon bag'ridan o'tadi. Yılan bag'ri aylanib, asta-asta yuqori ko'tariladi. Mundaq chaqda ustiga qarashmi, tövenge qarashmi o'xshashli xatarlik. Ustiga qarasang, beshing qiyib, ko'zing to'rilishidi. Ostiga qarasang, yurking eg'ib, ishing tartishidi. Bundaq chaqda odamga qaraganda ot uloqlar texmi chechanlashib, aqlliq bo'lib ketadi. Har bir putini yo'tkaganda o'zini dangsab, ehtiyot qiladi. Hatto ustidagi yukning tashqi tegib, tamponliqni yo'qitib, o'zini tövenge so'rab ketishdan saqlanish uchun qo'risqi bilan so'ngichini sirtqa chiqarib, yukni avaylaydi va hech yerga xazinasi. Ko'zni yumib ochqicha jahon o'zgarib ketadigan hayot mamatliq bu daqiqalarda karvonni boshlab ketayotgan otchilarning ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh quyiladi. Ular ixlos bilan nimalarnidir shivirlab, otlarga omonlik tilaydi. Barg'ansir yuqori ko'tarilayotgan tog' yo'li ana shundoq vahima, ansizlik, lekin tangbassiz aqida,
kuchga to'yingan mazmut qadamlar bilan davom qilmoqda edi. Anglayotganinglar Beliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Tabiat tuyg'u bilan yashamaydi. Biroq u insonlarning qalbida ajoyib tuyg'ularni yaratadi. Tuyuqsiz havo yomonlashib, shivirg'in ko'tarildi. Tog' cho'qinlaridan uchib tushgan qora ushqunlari yilondek vishildab atrofga siljiydi. Achchiq sovuq odamning gajgisini qo'rib, yuzini echishtiratdi. Dal shu chaqda ajoyib bir ovoz quloqning dod pardasini yirib, odamni qo'rqinchiga soladigan dahshatli bir ovoz anglandi. Hammaylan cho'chib, andikib yo'ldan to'xtab qoldi. Eriqis ovozning aks sadosi tog'lar orasidan qaytib kelib, yana bir qitim sarosima paydo qildi. Daqiqa o'tmay kishilar bu ovozning tegiga yetdi. Xo'ja mollaning yuk ortilgan johil qechiri jilg'iga tushib ketgan edi. Jilg'ining osti jiddiy eqilliq daryo edi. Taşlarning bir-biriga urilgan ovozi texicha aks sado bo'lib anglanib turardi. Bu ishdan Xo'ja mollaning ko'ksiga nashtar tegib, issiq yuragini qonsirtayotgandek andikib, shurkinib beorom bo'lib ketdi. Shundoq so'g'uqdimi, uning burnining uchi tarlab, ko'zlari qo'rqinchli chekchib ketgan edi. İç-içidan ko'tarilib chiqayotgan azob va hasrat Xo'ja mollaning qalbini mujib, nafsini qisib ketgan edi. Xo'ja molla qechiri tushib ketgan yerga inishib qarag'anicha turib qoldi. Uning yeniga Atxon bilan Qosim Tayxon keldi. Helim Shamu shu yerda edi. Ular siliq sipoyi so'zlar bilan Xo'ja mollaga tasalli berdi. Ko'nglini yasadi. Lekin Xo'ja molla ta'tirlik bilan qaqshashga boshladi. Bu bola qazan nima uchun menga keldi? Ay xudo, ko'zing yo'qmi? Men nima uchun bundoq shumpishoni betalay? Ismelim, voy isit! Xo'ja molla, undoq deb ketmasizlar. Har qanday ish Xudoning irodasidan sirt bo'lmaydi, dedi Atxon uning shum eg'izidan norozi bo'lib. Elimo shukr qilsizlar. Mol tushib ketgan bilan Xudoga shukri, o'zlari sog' salomat turluqu. Hayotda bo'lsa, hamma narsa tepiladi. Men tushib ketsa bo'lamdi? Texmi ta'tirlik qildi Xo'ja molla ochiqdan to'lg'inib. Zoda har birlarining meni ko'rarga ko'zlari yo'q. Bu mal bo'lmasa, men hajga qandoq boraman? Meni barliq topgan terginim shu tursa, uni Pokistonda suv qilib hajga bormoqchi edim. Endi qandoq qilaman? Undan ko'ra mening bu yerda o'lganim yaxshi. Xo'ja molla shu gaplarni qilibla ziyonga chidamay yig'lab ketdi. Yig'lagandimi azob ichida silkinib, go'yo o'zimi oshi jilg'iga domlab tushib ketayotgandek tuflinib ketdi. Hammaylarning uningga ichi og'ridi. Bo'libmi Helimsha cho'nqur hisidashlik qildi. U jilg'iga tushib ketgan qechir bilan molning balki daryoda eqib ketmay, biror yerga ilinib turib qolish ehtimoli borligini aytdi. "Munda qilayli", dedi Qosim Tayxon oxiri nima qilishni bilmay turib qolgan kishilarga qarab. "Bu yerda uzoq turaverishga bo'lmaydi. Yo'lga qor tushib ketadi. Yana 100 qadam borsak, kengroq bir qopchiqayga boramiz. Shu yerda turishga bo'ladi. Angacha shivirg'amni to'xtab kunma ichilib qolar. Shu chaqda bir nechimiz bu yerga kelib jilg'ini ko'zitib boqayli." Amaliyotdami buningdan boshqa chora yo'q edi. Ular Xo'ja mollaga yana tasalli berib, o'zlari bilan belli elib mangdi. Tuyuqsiz yuz bergan bu ko'ngilsiz ishdan texmi ansizchilikka tushgan kishilar har bir qadamni dangsab, avaylab besib, bir qadamdan olg'a siljidi. Tog' havosi to'limi sirliq. Uning qachon tutilib, qachon echiladiganligini hisoblash bekmi tas. Ba'zida daqiq ichidagi o'zgarishlarmi odamni hayron qoldiradi.
baya mingteki davanidagi judum qandoq tiz ko'tarilgan bo'lsa, yana shundoq tiz besiqdi. Shivirg'an to'xtab, tutak tarqadi. Tağning bir chekisida chiroy ochgan ko'k osmonda illiq quyosh yana parladi. Bir necha soatdan beri ko'nglini vahima, ansizlik va judum qaplab olgan odamlarning birdilla dillari yo'rib, sulg'un chiroylarga qizillik yugurdi. Putqo'llaridami yangidan kuch-quvvat paydo bo'ldi. Ular davanning yuqori qaptiridagi bir qapchig'ayda to'xtab, harduq elishga boshladi. Qosim Tayğanning aytishicha, yo'lning xatarlik o'tganlari endi tugagan edi. Bayqı maslahat bo'yicha kun echilgandan keyin bir nechaylan orqaga qaytib, Xo'ja Mollaning qechiri tushib ketgan heliqi yerga keldi. Bularning ichida dadasiga agishib kelgan Akbar bar edi. Ular jilg'ini kuzatdi. Qosim Tayğan bilan Helim Shoning burkutnikidek o'tkir ko'zlari pastki daryoning levida to'xtab qolgan qechirning o'ligi bilan bir tay molni tasdi ilg'a oldi. "Roz, molning bir qismi turib qopti", dedi Qosim Tayğan o'ziga taqazzoliq ichida talmirib turgan kishilarga qarab. Biroq jilg'iga tushish xatarlik. Tushgandimi, molni qandoq elib chiqish kerak? Bir pas eg'ir Dilqut xazinasi. Demsimi, jilg'iga tushish jamni olqonga elib qo'ydigan qaram ish edi. Xo'ja Molla bir chetda jilg'idan ko'zini uzmay, odamning ichi og'rig'idek bechara holatda shumshib turardi. "Jilg'iga nima tushay?" dedi Helim Shoh qaddini ruslab. Uning vujudida aks etgan g'ayrat darhol yuziga tepdi. Ham safarlar uningga hayronlik va qoyillik bilan qarab qoldi. Xo'ja Molla paypaslab uning oldiga keldi va uning qo'liga esilib, "Sizga rahmat Helim Shoh", dedi titragan ovozda. "Xudoyim sizga Hazrat Alining kuch-qudratini bersin." Helim Shoning gusmasdak qo'li oldida Xo'ja Mollaning jug'i kichik, basti va ayni arg'moq yenidagi pisti kuchdek ko'rinadi. "Rahmat aytmaslimi bo'ladi?" dedi Helim Shoh tabiiy kamtarlik bilan Xo'ja Mollaning dolisiga qiqib. "Bundoq yordam safardosh hamrohlarning orasida bo'lib turadi." Helim Shoh shu gaplardan keyin chaddas qadamlar bilan jilg'iga qarab mangdi. Ham safarlar uni yaxshi duo tilaklar bilan uzitib qoldi. Jilg'a cho'nqur bo'lgan bilan ancha tikamas edi. Toshlarni yerib, anda-munda yon bag'irlab o'sib chiqqan orcha, qarag'ay ko'chatlari bilan qurg'an yıldızlarga chirmishib o'sgan budishqoq chatqonlar toshlarni qarmab yotqashqa unchavala xatarlik emas edi. Faqat odam chaqqan va qo'rqmas bo'lsa chatoq chiqmaydi. Helim Shoh xuddi tog' tekisidek chaqqonlik va zeraklik bilan toshdan toshga sakrab, ba'zida o'z badanining eg'irligi bilan siyrilib, birdamda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ustida qarab turganlar chinordek basti bar bu yo'g'on odamning qilch kalom paylik qilmay shundoq chaqqan va chaddas harakat qilayotganligini ko'rib hayron bo'ldi. Buning ichida Akbar hayronlikdan eshib uningga bahmi qiziqdi. Helim Shohning jasorati, irodasi va mardonaligi uni maftun qildi. Akbarning ko'nglida Helim Shohga nisbatan cho'nqur hurmat va bir xil qarindoshlarcha do'stlik tuyg'usi o'rnab qoldi. Helim Shoh kichkidilla Tuman daryosi bo'yidagi yarliqlarda o'ynab cho'ng bo'lgan edi. U tik yarlarga yomishishni, egiz qiyolardan daryo qaynamlariga sakrashni yaxshi ko'rardi. Helim Shoh ba'zida hech qanday tutqusi yo'q egiz yarlarga yomishib, shu yerga chang'i qo'yib tuxum basgan to'rg'ay, qushqash va cho'g'undaklarning balonlarini tutib tushadi.
Bunu o hem havas, hem pul tepish uchun qilardi. Ba'zida osh yorliqlarda qo'liga tushib qolgan e'tiborli qush balonlarini mahallasidagi kichik boyvachchilarga xeyli qimmat pulga setib xajlaydi. Yelimshoh bir qatim ashundoq egiz tish yarga yonishib chiqib, bir qush o'ziga qo'lini solay deganda, yarning yuqori tarafidan so'ylab tushayotgan bir zaharli yilonga yo'liqib, o'liqindan yiqilib tushib, so'l puti zaxmlangan edi. Uning bugünkidek chaqqan, qo'rqmas, irodalik bo'lishi ana shu kichik vaqtidan tortib yetilib kelgan qaysar, turgun ruhining natijasi edi. Yelimshoh jilg'iga tushib ketib, oradan yarim soatdek vaqt o'tdi. Bu vaqt ansizlik, taqazzolik va tututliq ichida kutib turganlar uchun bakmi uzoq tuyulib ketdi. Hammaylarning ko'zi jilg'ida edi. Ko'nglida bo'lsa, Yelimshohning tez va omon-eson qaytib chiqishini tilash istikli bor edi. Bir chaqda ularning talmurgan ko'zlariga jilg'idan o'milab chiqayotgan bir toshbaq ko'ringandek bo'ldi. Toshbaqa nihoyat tasda bir qadamdan o'rlayotdi. Yana bir oz vaqt o'tganda ularning aloq-jaloq ko'zlariga toshbaqa emas, balki bir toymalni o'shnisiga ortib, xuddi toshbaqadek yerga chaplashib, yo'g'on, bejirim putlar bilan toshlarni terajab, kuchli qo'llar bilan daraxt yiltizlarini qamallab, o'tizdek turgunlik bilan yuqur o'rlab chiqayotgan Yelimshoh ko'rindi. Ayam o'tmay Yelimshoh ustiga chiqdi. Uning yuz ko'zlari chiliq-chiliq tar. Badanidan issiqor ko'tarilatdi. Toshlar jirab ketgan qo'llaridan qon tapchirab turardi. G'arg'illiqdan dini kesilib, nafas ololmay qolgan edi. G'o'jamulla xushallik va hayajondan nima deyishini bilmay, uning atrofida parvona bo'ldi. Akbar bo'yniga o'rib olgan lo'ngisini elib, uning yuz ko'zlarini surtishga boshladi. Bu uning Yelimshohga bo'lgan hurmat va qoyilligining ifodasi edi. Yelimshohning mana shu holatdagi jasur qiyofati, butun vujudidan urg'ib turgan kuch-qudrati, ko'zlarida chaqnab turgan samimiy sadoqati Akbar uchun bir ulgu edi. U o'zining kelgusida mush odamga o'xshash mard, jasoratli, boshqalarga ko'ynadigan halol odam bo'lishni ko'ngliga pukdi. Bu ta'sirat birdilla Akbarni burunqidan cho'ng bo'lgandek, nazar doirasini kengaytib, yaxshi yomonni farq eta oladigan iqtidorga ega qilgandek, yuksaklik ko'tarib qo'ydi. "Qachondan bo'yin uzilib ketibdi?" dedi Yelimshoh bir oz demini elib olgandan keyin jilg'ining ostidagi ishlarni tushundirib. "Bir tay molni do'lqin urib eqitib ketgan o'xshaydi. Mol bir tay mol daryoning lebida turib qoldi ekan. Suvning kuchi yetmabdi." "Azizat, bir tay molning ko'zi uchiq ketdi-da", dedi G'o'jamulla hasrat bilan levini tishlab. Lekin o boshqalarning o'ziga nima degan noinsof odam bu degandek so'g'uq nazarda qarab turganligini ko'rib, darhol gapini o'ngshib oldi. "Endi ham bo'lsa-mu Xudoga shukr, Alloh menga bir toyni bo'lsa-mu nasib qilibdi." U shu gaplardan keyin qilin chipti bilan taylangan molni injiqlab ko'tarib edi, chiptining ostidagi qoramtul, shilimshiq bir narsa sirg'ib eqishga boshladi. "Hey, bu nima?" Heliqi g'alati narsaga ko'zi tushgan otxon hayron bo'lib so'radi. Bu hech narsa emas." Lekin G'o'jamullaning chiroyida g'o'duqish, manglash alomatlari aks etdi. Otxon darhol heliqi qoramtul, shilimshiq narsadan barmog'iga ozroq elib, yana bir qitim hitlab purdi-da, xuddi bir narsadan tuyuqsiz yergingandek chiroyini purishtirib to'ldirdi. "Nashkan bu? Nima?"
Elimşahning yangroq ovozi tog' arsida cheqindek guldirlab ketdi. Ko'rinmaydigan qir yo'q, echilmaydigan sir yo'q degandek, G'o'ja Mollaning ochiq uchidagi harom niyatlari oxir oshkorlanib qoldi. Uning qaram yuragi qattiq dupildab ketdi. Hamisha ma'mandonlik, takabburlikning so'g'uq uchqunlari chashrab turadigan cheqir ko'zlarining nuri o'chib, muloyimlashib qoldi. Lekin G'o'ja Molla yana darhol o'zini tutib olib, chiroyiga kulgi yugurtdi. Ammo atrofdagilarning g'azablik, judulliq chiroylariga qarab yana ozroq andishdi. "Elimshah, buni ochayli!" dedi Otxon zarda bilan buyruq talaffuzda. "Bu sharmanda ishni boshqalarni ko'rib baqsin." Elimshahning yirik soqol bosgan qoramtul yuzi texmi qardab o'pkidek esilib ketdi. U davrab kelib, yeliqi bir tal molning org'amchilarini pichiq bilan burdi kesdi va ichidagi alomatlarni ko'pchilikning oldida oshkora qildi. Puxta taylangan molning cho'risiga Uyg'ur yeziqida besilgan habdiyaklar 4 qavat tizilib, o'ttirsiga 30 yun kelgudek sap nash qachilangan edi. Zira G'o'ja Molla o'z vaqtida nashning atrofida purab ketishidan saqlanish uchun chiptining ichi teshiga yumshoq so'qilgan zira chechivatgan edi. Mubada Allohning taqdiri bilan qechir jilg'iga tushib ketmay, bu davondan salomat o'tib ketgan bo'lsa, G'o'ja Molla bu nashlarni Ravoblindi yoki Qarabchida nurg'un pulga setib, Yamboda ishik taqaydigan boyvachchilardan bo'lib qolgan bo'ladi. Vaholanki, niyati yomonning qozini to'shib degandek, qechiri tuyuqsiz jilg'iga tushib ketib, G'o'ja Mollani qattiq hasrat, nadomatga qo'ydi. Uning shirin orzulari teri-beram bo'lib ketdi. Lekin G'o'ja Molla bu kutilmagan o'ngsizlikdan o'zi yomon ko'radigan, qo'rqqan Elimshahning mard, xolis qo'li bilan yerim yarti qutulgan bo'lsa-mu, ammo tabiatning shafqatsiz qo'li uni yana qaytadan azobga mubtalo qildi. Jilg'iga tushib, daryo livida turib qolgan yeliqi molning bir cheti xeyli uzoq vaqt suvga chilishib turg'ashqa, ichidagi nasha asta-asta erib ustiga chiqqanda sirg'ib eqishga boshlagan edi. Shunda qilib G'o'ja Mollaning necha vaqtdan buyon hamrohlarini aldab yolg'on aytganligi mana endi jamoat oldida yuz turani echilib tashlandi. Bu sharmandachiliklardan uning ko'ngli ochiq bo'lib, ushliq tumishqi go'yo eshak bog'lig'idek do'msiyib ketdi. Hammaylan G'o'ja Mollaga la'nat o'qidi. So'zdan so'z chiqdi. Vijdoni o'rladi. "Qaranglar jamoat, biz G'o'ja Molladek odam bilan hamsafar bo'ldikmi?" dedi Musa Danqon ochiqida titrab, uning beshiga lapangishib turgan mahmal toshliq salvar tumuqini silkib ketdi. "Bundaq odamlarning tiriki nomga, o'liki kepangi ziyon. Qayerda harom qo'l bo'lsa, shu yerda barakat yo'q. Yolg'onchilik, soxtalik, munofiqlikning alomati. Eshak go'shini halol deb fatvo yozib beradigan nokas odamkan bu." G'o'ja Molla shuncha gaplarni anglabmi, yana unchiyib, go'shib turaverdi. Uning butun xiyoli mol dunyo to'plashga berilgachga, uningda so'yiladigan qalbmi, o'yiladigan yuzmi yo'q edi. "Bu mening ishim emas, bu ishining nojamoat", dedi u o'ziga devaylab turgan kishilarga yelingan qiyofatda. "Meni tijoratchi bilan qiladigan to'xti chayon deydigan bir sherikim bor. Bu mollarni shu taylab tayyor qilgan yilla tavora. O'limdan xavrim borki, bu ishdan xavrim yo'q." G'o'ja Mollaning so'zi shundoq chaq basmaydigan tuturuqsiz, tetiqsiz yolg'on ediki, atrofdagi anglug'uchi hamsafarlarining texmi zardasi qaynab yo'qilg'isi keldi. Otxon g'azabdan passida yerilib ketgudek bo'ldi.
muşunda qutluk safarda yüz bergen bu gunohlik ishni ko'rib, achchiqdan uning butun badani g'uj-g'uj bo'lib ketgan edi. Xo'jamolla, biz shuncha jafo mushaqqatlarga pisand qilmay, Xudoning uyini tavob qilg'il ketaversak, dedi u o'zini sal-pal besib. Sizlar bundoq gumrohlik, badniyatlik ishlarni qilsinlari, biz qaysi yuzimiz bilan Allohning baytini tavob qilamiz? Haromdan, shunliqdan qo'l uzmagan odamning haj tavobi Allohga maqbul bo'larmi? Bu kichik gunoh emas. Xo'jamolla, bu gunohi kabir deb ataladi. Siz cho'qim Allohning qattiq jazosiga uchraylar. Yelimsha Xo'jamollaning oldiga bir ikki qadam besib keldi. Uning surlik ko'zlari chakchaydi. Boyaqi mehribonlik o'rnini endi kuchli qahr egallagan edi. Ovozini qo'pollashib, o'ngan holda varqiradi. Sizlar meni mo'sh gunohlik chiqsallimi? Unsiz mo'mining gunohim ozmidi? Agar burunqi vaqtim bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan boshqacha hisoblashyaptim. Xayr, jajollarni Xudo bersin. U shundoq dedi-da, yeliq nashi o'ralgan chiptini beshidan egiz ko'tarib, pirqratqinicha jilg'ig'i tashlavatdi. Atrofda toshlarning guldirlagan ovozi yangradi. Bir chog'da daryodan cho'l to'kshigan aks sado keldi. Yelimshaning bu mardona harakati Akbarni baxushal qilavatdi. Akbar hurmat va qoyillik nazar bilan uningga uzoq tikildi. Keyin Xo'jamollaning faqat kishilarning g'azabidan qo'rqibla, yolg'ondan unchib, shumshib turgan saxt qiyofatiga qarab, uning tili tuzuk, dili buzuq odam ekanligini jazmlashtirdi. Chunki oq ko'ngil, ochiq yo'riq odamning ko'z nuri o'zining diliga o'xshash pok bo'ladi. Lekin Xo'jamollaning ko'zidan bir xil yovuzlik, hiyla-mikr chiqib turardi. Bu uning ko'zidagi xudiksirash bilan ancha-muncha chaqnab turgan so'g'uq, zaif nurdan bilinib turardi. Endi pushaymonga o'rin yo'q, dedi bir chaqda Xo'jamolla yig'lamsirgandek miskin ovozda. O'zimdan o'tdi. Qo'limdan ketdi. Ben gunohkor, ben fasik. Har birlarining oldida noma'qul bo'lay. Gunohimdan o'tishsizlar. Alloh to'qislar, dedi Otxon zarda bilan. Gunohlardan Alloh o'tsin. Ilim shukr, sizlardek oliko'l odam bilan hamsafar bo'lib, hammamizni tog' yutib ketmabdi. Tugmanda tug'ilgan chashqon yo'ldirmamidan qo'rqmaydi degandek, Xo'jamolla tasaddidiy oshkoranlab qolgan bu sharmanda ishlarni hech qanday ruhiy azob tortmasdan og'zining uchidagi yolg'on yovdoq gap va to'g'nomalar bilan o'tkazib o'tdi. Yurkining cho'nqur qetida bo'lsa, Otxonga nisbatan qattiq va o'shmanlik saqlab qoldi. Anglavatqaninglar, Biliq to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Karvan mingtiki davonidan amon-eson o'tib ketdi. Davonning bu tarafi Pokistonning Kunjitxon degan bir baylik rayoni edi. Bu yer cho'ng shaharlardan bakmi yiroq, xilvat bo'lg'ashqa mahallalar ko'jim, kishilar o'lmaydi. Qosim Taygan karvanni shu yerda to'xtatib, aram oldirdi. Yerli xalq yo'pirilib kelib, ular bilan orlashib ketdi. O'ng qara, chachlari o'sib, kiyimlari sangul-sungul bu odamlarning taqturqi g'alita. Ko'rinishi surlik bo'lsa-mu, lekin ularning chiroyidan oq ko'ngil, mehribonlik chiqib turardi. Qop-qora mo'ldir ko'zlari g'arazsiz chaqnaydi. Dilput xazinasi. Oppoq tishlari muloyim hijiyib turardi. Ularning put-qo'llari maynat, kiyimlari jul-jul, ma'sum bolalari karvonni orlab, to'shqandek sakrab, qiy-chuv qilishib o'ynaydi. Bu bolalar har xil imo-ishoratlar bilan o'z yurtiga qadam qo'ygan bu xudolik mehmonlarni qarshi oladiganliklarini bildirishdi. Ular birdamda uylariga yugurib kirib chiqib, hammaylanga ussizlik,
tuxum va yov meva-cheva qatorliqlarni tarqatdi. Bularni ta'sirlanib, ularga tuz, saranga, qandkeza qatorliq narsalarni sovg'a qildi. Garchi bularning rangi, kiyim-kechki va tili o'xshashmasimi, lekin ularning o'zaro qizg'in, samimiy munosabatidan dunyoning bir chetidagi nodon, qaloq bu tog'liq yurtda insonlarning eng qisqa, lekin eng yuksak bir do'stlik xotirasi o'rnab qoldi. Karvan bu yerda bir kun turib qoldi. Otlarni dam oldirdi. Kam-kutilarni to'liqladi. Ikkinchi kuni tong saharda qizg'in ruh bilan yo'lni davom qildi. Akbar bu kunlarda Yelimshoh bilan o'qdan chiqishib qolgan edi. Ular yassimu, mangsimu billi edi. Akbar uni o'z otsidek hurmat qilib, ko'nglidagi gaplarni aytdi. Ummu Akbarning aqlliq, adablik bola ekanligini ko'rib, ufqi o'rnida ichikishib ketdi. Va mundaq zerikishlik safarda yaxshi bir mundosh topganligidan xushal bo'ldi. Ular bugunni birga minib paranglashib ketyapti. "Qaramamsan. Menni qarab turib gunohkor bo'lib qoldim", dedi Yelimshoh oldingi kunlardagi ishlarni eslab. "Oshib bir talay molni yudib jilg'idan chiqishcha nima o'yladim demamsan? Butun badani chiliq-chiliq suv bo'lib ketdi. Shu chaqda men Xudoga nola qilib, "Ey Xudo, badanimdan eqiyotgan mush harom tarlarim bilan burunqi gunohlarimning bir qismini bo'lsin yuyivatgin" deb o'zim qilayotgan bu xolisan yaxshi ishdan xushal bo'lgan edim. Nədikini gunohimni yuyman deb ustilab gunoh ortib oldim. Bu sening gunohing emas, Yelimshoh aka", dedi Akbar uning ko'ngliga tasalli berib. "Bu faqat bir o'qishmaslik. Sen öyle qilmoqni jilg'iga cho'rib etib karomat ish qilding-jimi? Men shu chaqda xushalligimda sening dindagi nivog'idek bo'lib ketdim." Yelimshoh bir pas jimjit bo'ldi. Qo'lidagi hosa o'rnida ish o'tib kelayotgan cho'qatmoq bilan o'tikning qo'njiga osti urib qo'yib, xuddi o'ziga o'zi so'zlayotgandek past ovozda mundoq dedi: "Demisimi, inson bolasi foydaga omroq keladi. Davonda yuz bergan osh ishdan keyin ham safarlar G'o'ji mulladan xuddi isiriqdan qochgan toshida qochadigan bo'lib qolgan edi. Uning yuzida ondimida ko'rinib qoladigan kulkilarmi endi boshqalarga ba'ayni yolg'on yeyishdek tuyuladi. G'o'ji mulla kichkidan tortib mis qozonning tubini yalab, ota-onasining yelikida suv ichib yomon ugnib qolgan odam edi. Shunga kishilarning do'stonlik bilan og'irtib aytgan shuncha samimiy gaplari xuddi tashqi kor qilmagan yomg'ir suyidek uning qiytig'ini kirib chiqmadi. U og'zida uni buni degan bilan ko'nglida o'ziga kelgan zo'r ziyonni o'ylab puchilmadi. Oshi dard alamdan keyin uning yuzi 2 kun ichida xuddi sholvur maysining qo'njidek turlishib ketdi. Atxon uningdagi bu o'zgarishni ko'rib ish chaqirdi. Uni o'z gunohini o'ylab azoblanyotdi deb bilib, tuz ko'ngillik va ichkuyarlik bilan uning ko'nglini yasadi. "O'tgan ish o'tdi, G'o'ji mulla. Silini nihoyat bir qora bosgan gap. Yamanchi shayton tarafdan keladi. Elimi yaxshi shaytonni vaqtida qo'g'lab, cho'ng ozg'unlikdan saqlanib qoldik. Xayr, yomon ishlar o'tib ketdi. Endi ko'ngillarni ozoda tutib, oldimizdagi qutlug' safarni o'ylasizlar. Qolgan tavba istig'forni Xudoning uyida qilamiz." Atxon boshqalarni inoq ijilliq chaqirib, G'o'ji mullani apu qilish to'g'risida bishorat berdi. "Apu bilan shafqatda allazda bo'ladi jamoat", dedi u tamkinlik va muloyimlik bilan. "Gunohga tavba qilishning vaqt cheki yo'q. Xudo insonga bir tanlash huquqi bergan. Har kim xolig'ini qilishda erkin. Shuning uchun inson o'zining qilgan har bir ishiga o'zi mas'ul bo'ladi. Odamlar orasidagi orozlik yaxshi emas. Dil orozi, Xudo bezori degan gap bor.
kang qo'rsaqliq bilan aytilgan bu gaplar har holda rol o'ynadi. Kishilar o'z gunohi o'ziga degan aqida bilan g'o'jimollaga asta-asta yiqinlashdi. Burunqideklar uning bilan ham safar, ham dard bo'lishdi. Karvan kashga yaqin Mo'zay mazar degan yerga kelib to'xtadi. Atrof tuptuz ketgan oydalar edi. Yiroqda qorayib ko'ringan tog' bag'rida bir daryo bor edi. Daryo suyi xuddi madordan ketgan qiri odamdek muloyim, royish edi. Birdanda osmonga oy chiqdi. Daryoning sizindi suyidan paydo bo'lgan ko'lchaklar oy nurida jimirlab turardi. Lekin bu ko'ngillik havo uzoqqa bormadi. Tog' tarafdan shamol ko'tarildi. Suv tomchilari bilan ko'pchigan qora bo'lib bir mahal osmonda nishonsiz kezib yurib, oxirida tog' shamolning surishi bilan asta-asta pastlab yomg'irni bo'lishiga qo'yibdi. Karvonlar matodan tikilgan chedirlarni tiklab, ichida panohlandi. Lekin shiddatli tushayotgan o'tkinchi yomg'ir uni maqchaytib, suzma xaltasiga aylantirib qo'ydi. Oxir ular yomg'ir bilan shamoldan qochib, Mo'zay mazarining ichiga kirib oldi. Qachonlardir xom kesak bilan qora layda selingan bu yo'g'on mazar qorong'u va surlik bo'lsa-mu, shu topda ular uchun illiq va bexatar makon edi. Ular xurjun qachillarini oqtirib bir necha tal sham topdi. Shamni yiqib mazarning tashchilariga tiklab qo'ydi. Endi ular o't qalab, qaynoq suv qaynatib, issiqlik ichmasa, kechichi zo'kandab qilishi mumkin edi. Lekin o't qalash uchun sirtdan hech qanday quruq narsa topqili bo'lmaydi. Oxiri otxonning taklifi bilan qo'llaridagi g'aslarini sundirib o't yoqdi. Elim Shoh bilan Akbar cho'gin va tulumlarda daryodan suv akaldi. Hayal o'tmay mis qozonda suv qaynadi. Hammaylan issiqlik ichib tarlab bir kunlik jaboliq safarning hordiqini chiqardi. Odam so'ngaklar orasida qurut qo'ng'izlar o'milab yurgan bu qadimiy mazar ularga bir kecha illiq oromgoh bo'ldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib, saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.